O'shaning uchun sport bilan shug'ullangan odam agar 6 oy to'xtamay shug'ullansa, keyin tashlamaydi. U bir anaqa o'xshab qoladi odamga, qimorga o'xshab qoladi. Ya'ni jargonda aytganda kayf o'xshab qoladi. Haqiqiy mujik, haqiqiy erkak sport bilan kayf qiladi. 30 sekundda qaysi отжимание, qaysi mushaklarni o'stirishini bilib oling. Albatta menga obuna bo'lish esdan chiqmasin, yozgacha 50 mingta bo'lishimiz kerak. Ko'krak mushaklari uchun almaz отжимание va qo'llar keng yoyib qilinadigan отжимание. Kamonchi va oddiy отжиманиялар qo'llarning old qismi bitsepslar uchun. Yelkalar uchun albatta payk отжимание va pseudo отжимание. Texnikada xato qilmaslik uchun videoni saqlab oling. Like ham esdan chiqmasin. 100 kun davomida har kuni 50 tadan отжимание mashqini bajarganingizda tanangizda qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi? Birinchi kuni 50 ta отжимание sizga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Muskularingiz hali bu yuklanishga o'rganmagan. Shuning uchun siz og'riqlarni yengib o'tishingiz kerak. 10-kunga kelib siz kuchliroq bo'lib borayotganingizni sezasiz va 50 tadan отжимание sizga o'rganish bo'lib qoladi. Muskullardagi og'riqlar yo'qola boshlaydi. 30-kunga kelib o'zingizda o'zgarishlar bo'layotganini sezasiz. Yelka, ko'krak va qo'l mushaklaringiz taranglashib sizni mushakdor ko'rsata boshlaydi. 70-kun atrofdagilaringiz sizni o'zgarayotganingizni yaqqol sezishadi va sizni yana ham hurmat qila boshlaydi. 100-kunga kelib siz o'zingizdan rohatlana boshlaysiz. Sizda kuch qaynab chiqayotganini sezasiz. Siz endi qo'shimcha yuklar bilan shug'ullanishga o'tsangiz ham bo'ladi. Kunlik 50 ta отжиманиeni bir urinishda emas, balki 2 ga bo'lgan holda bajarsangiz bo'ladi.